Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. iApply.org platformasida chet eldagi universitetlarga hujjat topshira olishingiz uchun birinchi bo'lib profilingizni to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Profilni to'ldirishni birinchi bo'lib umumiy ma'lumotlardan boshlaymiz. Birinchisi bu albatta rasmingizni yuklashingiz kerak bo'ladi. Shuni e'tiborga oling. Rasmingiz albatta oq fonda va yuzingiz tiniq ko'ringan vaziyatda bo'lishi kerak. Rasmni yuklash uchun upload tugmasini ustiga bosasiz va kerakli bo'lgan faylingizni tanlab turib, yuklash tugmasini bosganingizdan so'ng rasmingiz yuklanadi. Ism va familiyangiz avtomatik registratsiya qilgan joyingizda yozganingiz uchun bu yerda paydo bo'ladi. E'tiborga olishingizni so'rab qolamiz. Bu yerda majburiy va majburiy emas bo'lgan ma'lumotlar mavjud. Majburiy ma'lumotlarni siz to'ldirishingiz shart hisoblanadi va ular mana shunga o'xshagan qizil yulduzcha bilan belgilangan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin ism, familiya va oilaviy holatingizni belgilashingiz shart. Shuning uchun shu ma'lumotlarni albatta belgilab ketishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu pasport ma'lumotlaringiz. Bu yerda siz birinchi bo'lib fuqaroligingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Tanlaganingizdan so'ng siz pasport yoki ID kartangizni seriyasini kiritib qo'yasiz. Va tug'ilgan kuningizni ham kiritib qo'yishni esdan chiqarmang. Keyingisi bu pasportingizning yaroqlilik muddatini ham kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Oxirgi bo'lib siz pasportingizning old va orqa tomonlarini skanerlangan yoki tiniq qilib rasmga tushirilgan versiyasini yuklab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz upload passport tugmasiga bosishingiz kerak va pasportingizning old va orqa tomonini tanlab ularni yuklab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni yuklaganingizdan so'ng Continue tugmasini bosasiz va ikkinchi bo'limga yetib kelasiz. Ikkinchi bo'lim bizda avvalgi o'qigan ta'lim muassasamiz haqidagi ma'lumotlar. Birinchi bo'lib ta'lim muassasasi joylashgan hududni tanlashingiz kerak bo'ladi va ta'lim muassasangizni to'liq nomini ham kiritib qo'yishingizni esdan chiqarmang. Uchinchi bo'lib siz o'qigan darajani, ya'ni maktabmi, kollejmi yoki bakalavr yoki magistraturani tanlashingiz kerak bo'ladi. Keyingi bo'lib siz o'qigan ta'lim tilingizni yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Oxirgi bo'lib siz degree name, ya'ni universitet bo'ladigan bo'lsa, u holda o'qigan yo'nalishingizning to'liq nomi, agar maktab bo'ladigan bo'lsa, u holda maktabingizning raqamini yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Oxirgi bo'lib siz bu ta'lim muassasasini bitirdingizmi yoki unda hali ham o'qiyapsizmi savoliga javob berishingiz kerak bo'ladi. Agar ta'lim muassasasini allaqachon bitirgan bo'lsangiz, u holda I have graduated variantini tanlaysiz yoki agar siz hozirgacha o'qiyotgan bo'lsangiz va yaqin orada bitiradigan bo'lsangiz, I am still studying variantini tanlashingiz kerak bo'ladi. Variantlardan bittasini tanlaganingizdan so'ng siz o'qishni boshlagan va tugatgan sanalaringizni kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sanalarni kirgizganingizdan so'ng siz transkript, diplom yoki shahodatnomangizni skanerlangan yoki tiniq qilib rasmga olingan versiyasini kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz upload tugmasini bosasiz va kerakli fayllarni tanlab yuklash tugmasini bosasiz. Diplom bilan transkriptingizni yuklab bo'lganingizdan so'ng Continue tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Va oxirgi qism sertifikatlar bo'limiga yetib kelasiz. Bu bo'limda agar sizda qandaydir sertifikatlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, u holda o'sha sertifikatlarni mana shu bo'limda yuklab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizda qandaydir sertifikat mavjud bo'lsa, u holda Yes I have tugmasini bosasiz. Agar yo'q bo'lsa No I don't have. Agar endi olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz I am planning to take tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Namuna sifatida bitta sertifikatni yuklab ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib sertifikatning turini tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu bo'lishi mumkin IELTS, TOEFL yoki GMAT.
Agarda bu variantlarning ichida sizdagi bor sertifikatning turi mavjud bo'lmasa, Azir tugmasini bosasiz va o'zingizning sertifikatingizni yuklab ketaverasiz. Keyingisi bu sertifikatingizning nomeri, umumiy olgan ballingiz va imtihondan o'tgan kuningiz. Bu ma'lumotlar bizda ko'rishingiz mumkin, majburiy ma'lumotlar emas, lekin bu ma'lumotlarni kiritib qo'yish zarar qilmaydi. Oxirgi bo'lib, siz sertifikatingizning skanerlangan versiyasini yuklab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun upload tugmasini bosasiz va galereyangizdan kerakli bo'lgan faylni tanlab, yuklash tugmasini bosib, bemalol sertifikatingizni yuklab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Sertifikatingiz haqidagi ma'lumotlarni kiritib bo'lganingizdan so'ng save tugmasini bosasiz va ma'lumotlaringiz saqlanadi. Agarda sizda birdan ko'p sertifikatlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, Add another sertifikat tugmasini bosish orqali sertifikatingizning ma'lumotlarini kiritib, ularni saqlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Sertifikatingizni yuklab bo'lganingizdan so'ng Continue tugmasini bosasiz va shunday qilib profilingizni to'liq to'ldirgan hisoblanasiz. Profilingizdagi barcha ma'lumotlarni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng sizdan qisqacha so'rovnomadan o'tishingiz so'raladi. Buning uchun siz Tell us more tugmasini bosasiz va so'rovnomaga kelib tushasiz. So'rovnomadagi birinchi savolimiz siz qaysi davlatga o'qishga ketmoqchiligingiz haqida. Ko'rib turgan ro'yxatingizdan o'zingiz xohlagan davlatni tanlashingiz mumkin yoki agar siz chetga o'qishga ketmoqchi bo'lgan davlatingiz bu yerda mavjud bo'lmasa, Azir tugmasini bosib turib, ro'yxatdan boshqa xohlagan davlatingizni tanlashingiz mumkin bo'ladi. O'zingiz xohlagan davlatni tanlaganingizdan so'ng Continue tugmasini bosasiz. Ikkinchi savol, aynan qaysi darajadagi o'qishga siz ketmoqchisiz? Ya'ni bakalavrmi, magistraturami yoki doktoranturami? Bu ma'lumotni tanlaganingizdan so'ng uchinchi savol. Uchinchi savolda aynan qaysi yo'nalishga sizda qiziqish bor? Ya'ni qaysi yo'nalishga o'qishga ketmoqchisiz? Bu yerda ham ro'yxatda ko'ringan variantlardan birini tanlashingiz mumkin yoki Azir tugmasini bosib, o'zingizning variantingizni yozishingiz mumkin bo'ladi. To'rtinchi savol, siz aynan qachon chet elga o'qishga ketmoqchisiz? Ya'ni yili va semestrini tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Beshinchi va oxirgi savol, bu siz chet elga o'qishga ketayotganda e'tibor beradigan jihatlaringiz. Masalan, sizga chet elga o'qishga ketish uchun balki scholarship kerakdir yoki siz aynan top darajadagi universitetlarga o'qishga ketmoqchidirsiz. Agar siz xohlagan variant bu yerda mavjud bo'lmasa, Azir tugmasini bosib, o'zingizning variantingizni yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Shu 5 ta savolga javob berganingizdan so'ng Continue tugmasini bosasiz va so'rovnomadan muvaffaqiyatli o'tgan hisoblanasiz.